Assalomu alaykum, bu ishqibozlari, chorvadorlar. Mana avlikolmi sotiladi xolasa, toza avlikol, ko'k tumshuq. Qulog'i ham yo'q soppa-soq, yeb ishlari yaxshi. O'tib yurgan ovoz. Yemga endi xolasa o'tyapti. Bir piyola bir chil beryapti, o'rgatyapmiz. Oyoq qo'li baquvvat. Manzilimiz Andijon viloyati, Andijon tumanidagi qishloqida. Yosh oyligi 14 oylik. 15-oyga qarab ketyapti. Trivesi 5 kilo minusda. Qiziqqanlar bo'lsa akalar mana sotiladi. Toza qonli xolis. Bemalol tonna bo'ladigan variant shunaqalar bo'ladi mana akalar. Quloqlari ham butun, kallalari kelgan. Iliklari baquvvat, stakan tuyoq. Urubqa ham bo'laveradi akalar. Bemalol sigirga urg'iydi. Toshdan beraman deyapti. Toshmas bunga kunjara berib tursangiz, tonna olib ketadi xolos. Aloqaga chiqaverasizlar 90lik 529 93 94 nomerimizga. Narxi 40 million ozmas kam bor ekan. Urubqa bemalol bo'ladi. Zot olsangiz ham bo'ladi. Shular bo'sh yurganmi? Shoqi yo'qligi uchun bo'shalib ketyapti. Shunga zanjirlab qo'ydi akalar. Zerikkanimizdan bo'shalib ketaverib qon qildi.